Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizga hop hashay maydalagan, donga ham, hashakka ham maydalagan drabilkalarimizdan yetib keldi. Bu Samadelkasi emas, Zavatskiy Xitoydan yetib keldi akalar. Hop, pichoqlar kelgan bo'lsa, mana Zavatskiy pichoqlar mahalliylari. Pichoqlari ham original pichoqlar qo'yilgan. Mahalliy ham originaldan qo'yilgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Malatka o'ylari bor. Bag'ida ham pichoqlar, tepasida ham yonboshda uyg'orlargacha bor. Kompleksida hop 4 xil setkasi bor. Hashakka ham, donga ham. Motoriga kelgan bo'lsa, shu motorlari original motorlar qo'yilgan. Toklar pastga o'z tashavorlar, ilmlari bor. 10 metrlik 6,5 kW 3,5 ming oborot. Lislari kelgan bo'lsa, o'ta qalin qilib ishlangan. Lislarni ko'rishlari mumkin, o'ta qalin qilib ishlangan. Tepadagi og'zi ham juda katta razmerda. Ichlariga kelgan bo'lsa, mana ichlari ham haqiqiy Zavatskiy. Samadelniy emas. Ko'rishlari mumkin, Xitoydan kelgan Zavatskiy. Ham donga ham hashakka ham moslashtirilgan drabilkalarimizdan yetib keldi. Tayyor holati mana. Motorlar o'sha original katta motorlardan qurilgan. İçlariga kelgan bo'lsa, yana ichlari 4 xil setkasi bor. İçlari ham mana original. Pichoqlari ham malatkavoyi, ham donga, hashakka moslashtirilgan arrali bo'ladi. Zavatskiy Xitoydagi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, narxlari 2,8 ming so'mdan, motori 6,5 kW 3,5 ming oborot. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan. Telefon raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilishlaringiz mumkin.